Bu qo'shtor asari boshqa qo'lda boshlanadi, ya'ni odatda o'ng qo'lda ijro etilsa, dutor cholg'usi chap qo'l bilan boshlanadi. Mana hozir tomosha qilib turibsizlar, u qo'ldan bu qo'lga o'tib har xil jihatlari bor. Xullas kalom, qizlarimiz uchun shartda, erkin shartda muvaffaqiyat tilaymiz. Siz esa tomosha qiling, kuzating, albatta sizning bahoyingiz ham muhim. Barakalla. O'zi bu asar dutorchidan alohida mahorat talab qiladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi oddiy xalqona cholg'u dedik buni. O'sha oddiy xalqda o'rganib, o'zi o'rgangancha chaladigan insonlar chaladigan asar emas bu. Bu haqiqiy professionallar chaladigan asar hisoblanadi. Va qizimizga tasanno, rahmat va biz Dilnozaxonga yuzlanamiz. Dilnozaxon ikkinchi shartdan keyin kayfiyat pastroqqa o'xshab tuyulyapti-da menga. Balki hozir boshqacha bo'lar. Dilnozaxon, yaxshimisiz? Ha. Xani ham aytish qiyin ba'zida. Shunaqa. Siz qachon va qayerda tug'ilgansiz? Men 2005-yil 5-avgustda Toshkent shahrida tug'ilganman. Qoyilman. Ana. Demak, har ikki qizimiz mana shu cholg'uni endi o'sha qiz bolaga mos bo'lgani uchun tanlashganda, oson emas bu maydon ichida turmoq va hokazo katta hofizlarimizni panjasiga panja urmoq. Qaysi asar? Chamanchira ashulasini Bag'oyat go'zal. eshitadigan Chamanchira ashulasini aytib beraman. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan zamon